Assalomu alaykum. Kelibsiz. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Keling. G'iyosjon va Malikaning oilasiga hammaning havas keladi va o'zgacha ishlaringizni ko'rsatishdan avval sevgi tarixingizga to'xtalsak. Biz Qo'qon tasviriy amaliy san'at kollejida birgalikda tahsil olganmiz. Ular imtiyozli ravishda o'qishga qabul qilinganlar. Men libos dizayni bo'yicha o'qishni davom ettirganman. Shu kunlarning birida bular keldilar, zo'r rassom keldi deyishdi. Qanaqa ekan deb rosa qiziqdim. Uni ustiga imtiyozli ravishda kirgan rassom hammani qiziqtirdi. Qizlar bilan to'planib, o'sha insonning ijodiga qiziqib kirsak, o'zi kichkinagina, lekin ijodlari o'zidan baland bo'lgan rasmlar olib kelganlar. Shuna havas qildik. Shu kuni meni uncha mensimadilar. Uncha mensimadilar. Yo'q, ko'p qizlar ichida meni ko'rmadilar nazarimda. Bo'ldi, bu yo'g'ini kuyovlasdan Nimaga uni qildingiz? Soataga bo'lganlardan hozir. Men u paytda rosa ijodga berilgan paytim edi. Oho. Qizlarga ahamiyat bermagan paytlari. Chiroyli qizlar o'tsa men e'tibor bermagan ekanman-da. Meni shunga katta zayn deb olishgandi. Hayotim beshi ham shunday rangli bo'yoqlarga to'la. Lekin turmushga chiqish taklifini bildirganingizda siz nima sababdan rad javobini bergansiz? Chunki men hali unga tayyor basman deganman. Qolaversa ikkita opam bor. Opamdan oldin men hali turmushga chiqish niyatim yo'q. Sevishishga meni xohishim yo'q. Men faqat o'qishimni, ishimni o'ylashim kerak deganman. Undan tashqari. Boshqa qizlarni yaxshi ko'rib yurgan. Shuni vaqtlar kelgan, o'qishda birga o'qiganimiz uchun do'stona munosabatda bo'lganmiz. Bu do'stona munosabatimiz 2 yil davom etganda 3-yili mehrlari menga boshqacha tushib qolgan. Shunda menga sevgi izhor qilganlar. Men hayron bo'lganman. Men ham uylanishga o'sha vaqtda vaqtim bo'lganda. Va sevgi izhori sifatida suratingizni chizganlar. U suratni gapirmang. Shu darajada o'xshatib chizganlar. Hamma u rasmni ko'rib, shunaqangi chiroyli qizni qanaqa qilib chizishdi, qanaqa qilib shu chiroyli qiz sifatida turibdi deb devorga ilib qo'yganlarda. Hamma havas qilib, chiroyli qiz ekan deganida rashqlar kelganini shart ustiga dengiz chizib tashaganlar. Sevgi ashatda boshlangan. Shu dengiz rasmini bitta tashkilot sotib olgan. Bu 10 tacha rasm ichida ketgan u tashkilotga, lekin endi u tashkilot yopildi. U rasmni qidirib o'zimizga qaytib olmoqchimiz. Chunki uni tarixi bor. Lekin o'sha dengizni ham kimdir indamasdan olib ketib qolgan ekan, haligacha topilmadi. Oradan vaqt o'tib, yaqinda yana bir suratingizni. Albatta, oradan vaqt o'tdi. Vaqt o'tgan sari endi rashqlar sal tushdi pastga. Hali yoshi o'tgan sari o'ziga kelib qoladi-ku. Shuna holatga kelgan. Dengiz to'foni tingan holatda yana suratimni chizdilar. Keling namoyish etsak. Oho, qani. Endi qayerda hozir? G'iyosjon, bu portret. Endi bu uydami? Ko'rgazmalarga chiqib keladi va o'zimni ustaxonamda saqlayman. Buni endi sotmaysiz. Yo'q, bu sotilmaydi bu. Millionlarga arzimaydi. Undan baland, narxi baland, tengsiz. Bu yerda buxgalterlar o'tiribdi. Havas qildim, lekin har bitta o'shanda berilgan mehnat, ranglar har safar qaraganda mazza qilsangiz kerak. Albatta. Shunaqangi mehri bilan chizganligidan ko'zimni nuri, ko'zimni shunaqangi aks ettirganlar, xuddi jonli o'zimga o'xshaydi, jonlanib kelyapti turganga o'xshaydi. Buni ko'pchilik ko'rib o'zlari tan berishdi, katta rassomlar ham. Buning uchun sevish kerak. Sevish kerak. Ikkinchisi muhim dengda. Endi Malikaning o'zi ham o'zbek ayollarining timsolini mo'qalam yordamida gavdalantiradi. Faqatgina odatiy holstda emas. Siz qachon pochchani chizib berasiz? Chizdingizmi siz ham yo?
Men hali u darajaga yetganim yo'q, faqat libos dizaynida o'qiganim uchun asosan men qiziqtiradigan matolar, qizlarga shu taqinchoqlar yasash, furnitura mahsulotlari, oyoq kiyimlarigacha hattoki e'tibor qilgan holda liboslarimni yaratib chiqarishga harakat qilaman. Lekin men rassomman deb nima qilmoqchi emasman, faqat libos dizayniman deb. Yaqin orada Malikaning chehrasini haykaltaroshlik asarida ko'rsak ajab emas, chunki G'iyosjon faoliyatini haykaltaroshlik bilan bog'lagan. Haykaltaroshlikda yangicha yo'nalishda ishlayapman, metaldan. Juda ham haligi mayda nozik tola simlardan haykal yasayapman. Bu juda yangilik bo'ldi bizda. Endi Yevropalarda bor, bunga o'xshash yo'nalishlar bor. Lekin bizda bu birinchi hisobda bo'ldi. Tasavvurga ega bo'lishlari uchun ko'rsatishimiz kerak. Endi bu yerga olib kelishning imkoniyati yo'q. Albatta. Chunki og'irligi qanaqa? O'rtacha Kamida bir 150-200 kilogacha boradi. 20 kiloliklari ham bo'ladi. Faqat объемli kali, shakli, hajmi kattaligi uchun olib kelaman. Simdan bu. Ha, simdan. Ko'rgandim. Men bir ijtimoiy tarmoqda ko'rgandim. Zakiriddin Muhammad Bobur siymosi. Ajoyib. Mana juda ham ajoyib. Haqiqatan ham yangicha yo'nalish. Bu haykalni yasashimga sabab bo'lib o'tgan yil Andijonda haykaltaroshlar festivali bo'lib o'tdi. Bu boshlang'ich sinov tariqasida o'tkazildi. Shu yili men birinchi o'rinda oldim shu haykal bilan. Mana bu yil ham qatnashdik. Nasib qilib 3-o'rinda oldik. Shunaqangi rassomlar festivali bo'lib o'tdiki, u yerda 12 ta viloyatdan hamma mashhur rassomlar qatnashdi, haykaltaroshlar qatnashdi. Yutug'iga Onyx mashinasi qo'yildi. 3-o'rinda oldilar. Albatta, 1-chi, 2-chi o'rinda ustozlari olishdi. Onyx endi kelasi yil bo'ladi. Xudo xolasa. Turkiyada, Moskvada, Qozog'istonda bo'lgan simpoziumlarda ishtirok etdim. Yaxshi natijalar ko'rsatib keldik. Boshqa davlatlarga, Tojikistonga ham ishlarimiz qo'yildi. Kiprda muzeyda ishlarimiz saqlanyapti. Bu hozircha endi birinchi qadamlardan deb hisoblayman. Hali harakat qilyapmiz hammasi oldinda deb. Va o'z ishlarida bugungi dolzarb muammolarni ham ifoda etishga harakat qiladi. G'iyosjon bir ishiga e'tibor qaratsak, Hozir o'zini saqlamasak, ekologiyamizni saqlamasak, o'zimizni miyamizni viruslardan tozalamasak, mana shu telefonlardan nojo'ya foydalanib, shu vaqtimizni ketkazaversak, umr o'tayotganini bilmaymiz. Bu haykalda yuragi, qalbi o'rnida atirgul ifodalaganman. Katta yonib turadi atirgulimiz. Lekin atirgul borgan sari qorayib borayotgani ko'ringan. Bizni qalbimiz, mehr-oqibatimiz shu telefonlarga berilib qochib ketyapti, yo'qolib boryapti-da. san'at maktabida faoliyat ko'rsatyapsiz. Shogirdlar ko'p. Albatta, ilk uchirma qilgan shogirdimiz magistraturada ham o'qishmoqda. Yaqinda yana 3 ta shogirdimiz o'z kuchi bilan grant asosida o'qishga kirdi. Biz bular yutug'ini ko'rgan holda yana ham ilhomlanib, yana o'quvchilar tayyorlab, o'zimiz erishgan yutuq deb hisoblaymiz buni ham. Farg'ona viloyat telekanalida sahifangiz ham Albatta. bor ekan, mohir qo'llar degan va unda Ravil opa jumladan taqinchoqlar tayyorlashni o'rgatadi. Har xil taqinchoqlar. Ribaka. Uydan chiqindi chiqmaydi. Yo'q. Nimadir taqinchoq uchun ishlatiladi. Temir tersak esa haykaltaroshlik uchun. Meni ham chiqimim kamayadi, o'zi yasab oladi. Tilla usub, yo'q, baldo, bilak Tilla emas, temir qadrlanadi. Shunday. Darhaqiqat atrof muhitni ehtiyot qilish kerak, asrab avaylash kerak va tabiatga